Bunisi hozir internetda trendda bo'lib turgan Crocs tapchika, shunaqami? Bu ha, Crocs tapchikani original oka. Oyoq telatmani yaxshisi, Yaxshisi bu. Xudo xohlasa, kelishadi, qora ko'ki bor. Keyin yomon trendga chiqdi. Bu nima xususiyati bor? Qarang, bu trendga chiqib ketdi, shu internetda yo'q bo'ldi. Xususiyat yaxshiligi, moshina minnatida orqasiga mana bu basonchkalik qilib turib. Yengil, любой joy shuni kiyib ketilaveradi. O'ta serpanja ekan. Serpanja o'g'liga ham moshina tushar ekan. Yaxshiligi razmeri 40 dan 44 gacha bo'ladi. 40-41 da ikkitadan bo'ladi. Ha. Buni oyog'i serpanjali kiysa maza qilib kiyar ekan, lekin chunki turishi ham serpanja oyoqlarga moshina tushar ekan. O'ta yengil narsa ekan. Razmerlari nechadan nechaga? 40 dan 44 gacha, 40-41larda ikkitadan bo'ladi. Eng qizig'i temir-siniga qora padoshligi, bunisi qoraga oq padoshligi okalar. Kelaverasizlar inshaalloh. Siniga oq padoshligi. Xudo xolasa razmerlar bor. Bemalol kelib o'zingizlarning razmeringizni olib ketsanglar bo'ladi. Narxi ham ko'chadan xudo xolasa ancha yaxshi chiqqan. Hammalarni kutamiz.